15 ming dollarga ikkilamchi kredit asosida xarid qilsa bo'ladigan 2 xonali uy topib qo'ydim. Adresimiz Buxoro shahar, Sharq, Chevar yokida Monika Choraxa desa ham bo'ladi. 2 xonali uyni sotuvga chiqqan shunaqa chiroyli mahalladan. Uyni obzorini ko'ring. Raqamlarga telefon qilib, egalari bilan kelib o'zlaringiz to'g'ridan-to'g'ri savdo qilib olishingiz mumkin. Uyimizni remonti yo'q, kelib o'zingiz xohlaganday remont qilasiz. 4-etaj, 2 xonali. Mana shunaqa o'zining kattagina zali bo'ladi. 56 kvadrat metr, ikkita balkonli, ikkita balkoni bilan 60 metr kvadrat bo'ladi. Kladoskasi ham ancha kattagina. Kiraverish eshigi, prixoja, mana bu spalniy xonamiz. Mana bu yerda bo'ladi birinchi balkonimiz, mebel, hamma narsalar bilan sotiladi. Remont o'zingizga xohlaganday remont qilib, 4-etajni 4-etajda maza qilib yashaysiz. Xo'p, sanuzalarimiz razdelniy, uyimizni plyus tomoni ikkita balkon, mana bu yerda zona bo'ladi, ovqatlanib olish uchun joy. Ko'rib turganingizdek, ikkinchi balkoni kuxnya qilingan. Gaz, svet, suv hech nimadan muammosi yo'q. 4-etajli panelli dom, 4-etaj, ikkilamchi kreditga 15 ming, naqd pulga 33,900. من شب‌های دراز گردم از یادی تو عشقم کجاست بگذرد